Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi darsimizda model yaratishni ko'ramiz. Jangada qanday qilib model yaratish bosqichlarini birma-bir ko'rib chiqamiz. Bizlar hozir loyihamizda mana shu qismgacha odatiy Django'ni o'rnatdik, uning sozlamalarini to'g'irladik, app yaratdik, uni Base HTML'da app orqali chiqardik. Yana xuddi shu narsani ko'rib chiqdik. Bu yerda views ichida bitta funksiya orqali mana base HTMLga yo'naltirganmiz. URLsda ichida page yozganmiz. Bu yerda config ichida settingsda bizlar kerakli sozlama, ya'ni templates papkasini yo'lini ko'rsatib qo'ydik. Bu yerda install apps my app yaratgan appimizni qo'shib qo'ydik. Yuqorida o'sha oz kutubxonasini chaqirib qo'yganmiz. Boshqa o'zgarish qilmaganmiz. Faqatgina mana URLsda page'larni qo'shib qo'yganmiz. Bo'ldi. Endi bizlar buni run server qilib ishga tushiramiz. Demak, Python minipy run server mana ishga tushirdik. Endi shu manzilga kiramiz. Mana manzilga kiradigan bo'lsak, hozir bosh sahifa pustay holatda turibdi. Hech narsa yozilmagan. Endi biz bu yerga bizlar o'zimiz model yaratishimiz kerakligini, modelimizni ichiga ma'lumot qo'shganlarimiz bu yerdan bazadan kelib chiqishi kerak shu yerda. Misol uchun Neos yangiliklar nomli model yaratdik. Uning uchun bu yerda o'sha har bitta yaratilgan appni ichida models.py fayl bilan keladi. Bu yerga model yaratishimiz kerak. Modelimiz class bilan boshlaymiz. Class nomlari bilan boshlanadi modellar. Masalan, Neos deb yaratadigan bo'lsak, demak, mana bu nom o'zi tuning qo'shib yuboryapti. Bizada Neos nomli model yaratyapmiz. Modelimizda 3 ta maydoni bor. Birinchi maydon title, 200 ta belgigacha o'z ichiga oladi. Keyingisi content, bu uzunroq matn. O'sha yangilikda uzunroq matni bu yerda istalgancha bo'lishi mumkin. Bu text field. Char field bu belgilar soni cheklangan. Text fieldda uzunroq matnlar uchun olinadi. Publish date bu data time fielddan maydoniga data time field maydoni bu yerda vaqtni saqlaydi. Masalan, yaratiladigan vaqt qo'shiladi-ku, o'shanda avtomatik ravishda qo'shma shtatlar vaqti bilan oladi. Hali buni O'zbekiston vaqtiga ham o'zgartirishni ko'rib chiqamiz. Bu yerda str render metodi orqali o'sha yangiligimizni admin panelda title bilan ko'rsatadi. Demak, bo'ldi. Endi bizlar yaratmoqchi bo'lsak, birinchi o'rinda bu yerda Ctrl S ni bosib to'xtatib olaman. Endi bu yerda make migration qilishimiz kerak. Birinchi make migration qilishimiz kerak. Mana bunday make migration qilsak, o'sha hozir bizda bazaga yozilishga tayyor bo'ladi. Endi migrate qilamiz. Shu bilan bazaga yoziladi. Mana. Demak, endi biz qiladigan ishimiz admin.py faylimizni ichida o'sha modelimizni chaqirishimiz kerak. From demak, nuqta modelsning ichidagi newsni import qilamiz va bu yerda admin set register news, ya'ni bu yerda news nomli modelimizni admin panelimizda ko'rsatib qo'yishimiz kerak. Endi bo'ldi. Bizlar hozir bitta ishimiz qoldi. Super user yaratishimiz kerak. Super user bu barcha userlar ustidan kattasi, ya'ni admin, ya'ni shu loyihaning eng katta egasi, ya'ni u shu loyihani boshqaruvchining login paroli hisoblanadi. Bu yerda create super user mana bu buyruqni bosamiz. Bu buyruqni yozganimizdan keyin bu yerda o'zingiz uchun username tanlang deyapti. Misol uchun men o'zimga Crash tanlayman. Undan keyin email adresimga samcoding@gmail.com mana bunday. Endi passwordimga keladigan bo'lsak, bu yerda password kiritilgani bilan ko'rinmaydi. Password kiritamiz va uni tasdiqlaymiz. Mana tasdiqlandi va bizada yaratildi. Endi run server qilamizligini ishga tushiramiz va tekshirib ko'ramiz. Admin fayliga o'tib ko'ramiz. Endi admin sahifasiga o'tmoqchi bo'lsak, /admin deb yozamiz.
Bu yerga masalan istalgan login parol kiritadigan bo'lsak, bu to'g'ridan to'g'ri o'tib ketmaydi. Chunki login va parol xatoligini xabarini beradi. Bizlar faqatgina o'zimizni o'sha super yuzerda login parolini kiritishimiz kerak. Bu yerga oddiy yuzerlar kirishi mumkin emas. Mana. Endi mana bu yerda yaratildi. Mana news. Bu yerda newsimizga bir nechta yangiliklar qo'shaman. Misol uchun bu yerda title'iga yangilik 1 deyman. Yangilik 1 deyman. Bu yerda misol uchun bironta bu mening birinchi yangiligim. Mana bunday saqlab qo'yamiz. Saqlandi. Yana endi bu yerdan ochib olaman. Bu yerdan yangilik qo'shaman. Bu yerdagi sahifamda ochilishi kerak, ko'rinishi kerak. Buning uchun nima qilamiz? Demak, views ichida e'tibor beraylik. base htmlni yo'naltirib qo'yganmiz-ku. Mana shu yerda base htmlga birdaniga o'sha news nomli modelimizning ichidagi ma'lumotlarni ham yuborishimiz kerak shu yerga. Buning uchun bizaga bu yerda news modelini chaqirib olishimiz kerak. Modelsning ichidan news chaqiraman. Endi bu yerdan news list deb o'zgaruvchalik. Mana bunday yaratiladigan bo'lsa, demak bizga hozir mana bu narsalar kerak emas. Al qilamiz, hammasini olamiz. Endi news objects al deyotgan bo'lsak, bu yerda hamma ma'lumotlarini news listga, ya'ni mana bu yerda news list nomli o'zgaruvchiga ta'minlayapti. Bu yerdan news listga ta'minlab qo'yamiz. News list, ya'ni news list nomi bilan HTML ichida foydalanadi. Bu yerda yoziladigan, mana apostrofda yoziladigan qiymat HTML ichida o'sha nom bilan nomlaymiz. Endi bu yerda bizlar qanday chop etishimiz kerak? Mana masalan oddiy bitta for olaman. For masalan item deylik. Masalan item, har bitta yangilik item deb nomlaylik. And ya'ni news list. Bu yerda endi birdaniga endni ham yozib qo'yay forni. And for. Bu yerda har doim forimiz mana bu ko'rinishda yoziladi. Forimizni yakunlash mana bu ko'rinishda bo'ladi. End for bilan yakunlanadi. Endi bu yerda bizlar o'sha yangiligimizni sarlavhasi, butun yangilikni matni, keyin uning yaratilgan vaqtini chiqaramiz. Buning uchun mana bu ko'rinishda yozamiz. Mana item title, bu title'ni chiqaradi. Keyin paragrafni ichida item content, ya'ni mana bu yerda mana contentni chiqaradi, content maydonini. Keyin undan keyin yerdan keyin masalan vaqtini chiqarmoqchi bo'lsak, mana paragraf item date deyapti. Bu yerda date desak xatolik beradi. Date emas. E'tibor bering, published date maydonimiz nomi. Demak, o'shanday published date deyishimiz kerak. End for bilan yakunlanadi. Endi buni bizlar hozir chop etib ko'raman, brauzerda ko'rsataman. Mana bitta yangilaydigan bo'lsak, mana yangilik 1, Kobining birinchi yangiligi. Masalan, Juni, mana bu yerda vaqti. Endi bu yerda yana bironta yangilik qo'shib ko'ramiz. Mana add newsga masalan yangilik 2 qilaman. Bu mening ikkinchi yangiligim. Mana bunday qilamiz. Mana qo'shildi. Buni yangilaydigan bo'lsak, mana yangilik 2 kelib chiqyapti. Endi buni chiroyliroq ko'rinishda chiqarmoqchi bo'lsak, bilamiz, bootstrapga murojaat qilamiz. .container ichkarida nima uchun kart olaylik. Kartimiz demak shadow bilan ajratilsin. Keyin margin bottom uchun 4 ajratilsin. Endi ichkarida mana buni tashlab qo'ysak bo'ladi. Demak, mana buni yozaman. Har bitta kardimiz for ichida bo'lishi kerak. Mana bu yerda mana buni tashlab qo'yaman deganim. For qismini demak, bu yerda yozaman. Demak, mana bu har bitta kardimiz forda chiqsin. Endi itemlarni alohida kerakli joylariga joylashtirib. Masalan, kart header qismiga demak
Mana buni joylashtirsak bo'ladi. Taytlni keyingisiga uzunroq tekst joyiga mana buni joylashtiramiz. Bu yerda mana bu narsalar kerak emas. Oxirida bizga kerak bo'ladigan narsa footer qismi. Footer qismida muallif shunga o'xshagan narsalar deyapti. Demak, divni yopib qo'yamiz. Bu yerda muallif emas, yaratilgan sana. Sana. Endi mana buni o'rniga o'sha date qo'shib qo'yamiz. Bu endi keraksiz, bu ma'lumotlar o'chirib tashlaymiz. Mana buni o'rniga date. Endi nima bo'lyapti bu yerda? For sikli bilan demak, mana bu kartdan bir nechta chiqadi. Nechta sikl aylansa, shuncha kart chiqadi. Har bitta kartimizni ichida item title'i, item content xuddi shunday ketadi. Endi bu yerda yangilaydigan bo'lsak, mana yangilik 1. Bu mening birinchi yangiligim, yaratilgan sana shu ketyapti. Xuddi shunday ketaveradi. Endi bu yerda har bir text center bilan chiqarilgan ekan. Demak, bizlar text centerlar olib tashlasak ham bo'ladi. Bo'ladi. Chunki sal net ochish uchun. Xullas shunday mana. Endi bu yerda yangilik 1, yangilik 2 va hokazo qo'shganlarimiz chiqaveradi. Endi keyingi darslarimizda Xudo xolasa shu sahifani o'zida yoki yangi sahifada yangilik qo'shamiz. Hozir bu admin panelda ko'ryapmiz. Bizlar o'zimiz maxsus admin panel yaratishimiz mumkin kelajakda. O'sha uchun yangi sahifada ma'lumot qo'shamiz. Bu sahifada chiqadigan yoki shu sahifada qo'shib, shu sahifada oladigan deb ko'rsataman.